Garov bog'lashaman bunaqangi oson ruletda hayotda ko'rmagansiz. Umuman ruletga o'xshamaydigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Yana kamiga 2 dona tuxumdan nimasi bu, nimasi? Ishimizni yana ham osonlashtirish uchun birinchi nachinkasidan boshlab olamiz. Men 2 xilidan foydalandim. Birinchisiga olmani shakarga bo'lab, ozgina qizdirib oldim. 2 dona tuxum, shakar, o'simlik yog'i va qatiq. Bu sizni xohishingiz smetana yoki qaymoqdan, sutdan foydalanishingiz ham mumkin. Lekin un bilan razlitel bo'lmasa, ishimiz bitmasligi aniq. Xamiringizni qo'yganligini tepadan oqizganingizda shakl chiqqanidan bilib olsangiz bo'ladi. Yana nachinkasiga qaytamiz. Yarmiga olma, yarmiga klubnayli jem. Ularni kuyib ketishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Ustiga tayyor massamizni solamiz, tepalarini bezatamiz va duxovkamizga jo'natamiz. Xamirimiz uyalib qizarishiga 200 gradus 30 daqiqa kifoya. Yog'i endi sehrgarlikni o'zi. Ontaramiz, pergamentdan ajratamiz va chiroyli qilib o'rab olamiz. Aytgancha issig'ida. Buni mayinligidan tilingiz tishlab olmang tag'in. Agar hozir bunda bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'ying.